Toshkentdagi oshxonalarni mayli tushunaman, lekin Farg'onada nima ahvoli bu oshxona men tushunmadim. Bolalar qizinglarni parosatini tekshirmoqchi bo'lsanglar, mana shu shirinlikni olib beringlar, video ko'rsanglar nimaligini aytib beraman. Boshlashimdan oldin sizlarga savol. Farg'ona Lokmakoda ko'rib turganingizdek, nechta qulupni bor? Birinchi topgan odamga shunaqa nabor meni nomimdan sovg'a. Bugun Toshkentdan tashqarida Farg'onada obzor qilaman. The Lokmakoni Farg'onadagi filiali bilan Toshkentdagi filiali bir xilmi yoki Toshkent baribir Toshkentmi? Tekshirib ko'ramiz. Bu gonkongskiy vafli, bu belgiyskiy. Nima farqi bor o'zi, kim biladi? Xullas, vaflilarga keladigan bo'lsak, juda ko'p vafli qiladiganlarda Toshkentda ham hamma yoqda eng katta muammo bu sodani mazasi keladi. Bilan xamiridan bulida bu narsa yo'q. Ikkilasi ham menga haqiqatan yoqdi. Gacha xafa bo'lmanglar, menimcha Toshkentdan ham mazaliroq. Issiq kunda muzdekkina ketsa kerak. Qani Smuzi freshga qaraganda ancha foydaliroq. Bu narsani har doim aytganman. Chunki fresh g'irt shakar smuzida hamma kerakli elementlari qoladi.